Jasur aka, Telegram kanalidagi JK IELTS kanali orqali sizni ko'pchilik taniydi va sertifikatingizni ko'rishgan. Bilamizki, reading va listening seksionlaridan maksimal ball, ya'ni 9 ball sohibisiz. Lekin shuni o'rgatayotganda juda ham qiyin, noodatiy, murakkab uslublardan o'rgatar ekansiz o'quvchilarga. Ular qiynalib qolishar ekan. Nima qilishsa ular tez vaqt ichida, ya'ni juda ham kam energiya sarflab o'sha 9 ballni qo'lga kiritsa bo'ladi? Xo'p, yaxshi savol. Men sizni tushundim. To'g'ri, bu savolni juda ham ko'p o'quvchilar berishadi. Siz o'rgatayotgan uslublar yaxshi, ishlaydigan uslubga o'xshaydi, lekin juda ham ko'p vaqt olar ekan, juda qiyin ekan deyshadi. Osonroq uslubi bo'lsa ayting, osonroq yo'li bormi deyshadi. Demak, men shu paytgacha aytmagandim, bugun aytaman. Bunaqa oson uslubi bor. Hozir sizlar bilan o'sha uslubni bo'lishaman. Demak, tezda reading listeningni ko'tarib olish uchun siz yaxshilab diqqat bilan bor e'tiboringizni qaratgan holda mana shuni eshitishingiz shart. IELTS seni